Bu seriallarni sizga tavsiya qilganim uchun kartamga pul tashlab bergisi keladi. Lekin qo'yavering, obunani o'zi yetadi. Agar siz detektivlarni yaxshi ko'rsangiz, Castle seriali aynan siz uchun. Botman javob oila bilan Adeladan so'raylik, bilishadi shu serialni. Shunaqa zo'r, qiziq, kulgili. Xullas, detektiv kitoblar yozadigan yozuvchi detektiv qizni uchratadi va ular birga hamma qotillarni topishadi. Bu serialdan hech qachon charchamaysizlar. Botman javob. H2O Ostrov Mako. Agar siz rusalkalarni yaxshi ko'rsangiz, ularni vibe yoqsa, bu serial точно siz uchun. Yo'qda shunaqa chiroyli ssenalar, shunaqa chiroyli rusalkalar. Serial o'zi ham juda ham qiziq. Bitta bola rusalkalarning maxfiy qudug'iga tushib ketadi. U rusalka bo'lib qoladi. To'g'rirog'i rusalka emas, rusal. Men kichkinaligimda shu serialni ko'rganim uchun shunaqa omadliman. Keyingisi serial emas, sorry, Lego multfilmlar. Agar siz shu paytgacha bitta ham Lego multfilm ko'rmagan bo'lsangiz, nima qilyapsiz? Lego Batman. Hatcha bir Lego Batmanni ko'ringlar. Aynan shu yerda tushunasizlar nimaga Batmanga Robin kerak. Yumor yaxshi ko'rasizlarmi? Davay tez ko'ringlar. Sorry, men kino tavsiya qilayotganda shunaqa agressiv bo'lib ketaman. Ulardan bittasiga shans beringlar, kartamni qidirib qolasizlar.